Hammaga salom, Akbarjon ixtirochi kanaliga xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Bizimsiz obunachilar. Charchamayapsizlarmi? To'g'ri, siz yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Yaxshi baholar o'qib keldilarmi? Yana shanba, yakshanba kundan o'qib kelsa, yana dushanba kuni o'qisizda. Yaxshimisiz? Bizimsiz charchamayapsizlarmi obunachilar? Sizni kutgan Pavlo challenge'ini olaman. Faqat kanikulda va'da beraman. Kanikulda bugun men zo'r narsa yasadim. Mana anaqa tashvish tugmasi yasadim. Buni yasash oson, faqat mana bunaqa amallarga e'tibor berish kerak. Birinchisi qaranglar. Mana bu yerda yumshoq bosiladigan. Mana uni shiqillaydiganlar bor, shunaqalar mana. Bemalol bossanglar mana izlab turadi. Ikkinchisi, mana bunaqa anaqalarga e'tibor berish kerak. Mana bu yoqiq. Endi kartondan qilingan bu mashinalarni tizilish kerak. Hammasi yashil bo'lib turishi kerak. Ayrim tashvish tugmalarida to'g'ri avtobuslarda yashil anaqalar bo'lib o'chib yonib turadi, qizil bo'lib. Keyin mana tashvish tugmasi deb yozib, srazu 1131 qilish kerak. 1131 o'zi qaysi raqam deyishlar mumkin? U qo'riqlash xizmati. Mahallalarda bor, so'rab ko'ringlar. Militsionerlardan. Mana yasash. Bitta joyga qo'yib qo'ysa, agar yugurib yotgan bo'lsa, janjal bo'lsa, ana bitta bosadi. Bo'ldi. Keyin menga video tushadi. Nima profilaktika inspektorman, bu ham zo'r g'oya. Kimiga yozish. Lekin siz buni afsot takrorlamanglar. Men prosta qiziqaman, shunga aniq qilib oldim. Aniq va'da beraman, sizlar 62 ta подписчик yig'ib berdinglar. Men endi kanikulda sizlarni aytganinglar qilib Pavlo challenge olaman. Olamasam endi kommentariyada yozishamiz-da endi bolalar. Xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.